Hazreti Abu Bakr, Allah onundan razı olsun. Hazreti Abu Bakrning jaholiyat davridagi hayoti. İsmi Abdullah ibn Osman ibn Amir ibn Ka'ab ibn Sa'd ibn Tayyim. Laqami Atiq. Taxallusi Abu Bakr. Kishilar uni Siddiq, ya'ni Rostchil nomi bilan taniydi. Dadasining ismi Osman ibn Quhafa. Onasining ismi Ummul Xayr Salma binti Saxr. Onasimi Bani Tayyim qabilasidan bo'lib, dadasining tog'asining qizi edi. Bani Tayyim Qurayshning 12 aymoqining biri bo'lsa-mu, Abdumanaf va Bani Maxsum aymoqlarida kuchli emas edi. Hazrati Abu Bakr hijratdan 51 yil burun dunyoga kelgan bo'lib, yoshda payg'ambarimizdan 2 yil bir necha oy kichik edi. Abu Bakr jaholiyat davrida 2 qatim uylangan edi. Ularning biri Qutayla binti Abdul Uzza bo'lib, bu ayoldan Abdullah va Asma tug'ildi. Yana biri Bani Qinonadan Ummu Roman binti Amir bo'lib, bu ayoldan Abdurrahman va Aisha dunyoga keldi. Hazrati Abu Bakr Quraysh cho'nglaridan biri edi. Islomdan burun Qurayshning o'rin va mansablari 10 aymoqdan 10 kishining qo'lida bo'lib, ular tuvandikicha. Birinchi, Bani Hashim aymoqidan payg'ambar alayhisalomning tog'asi Abbas ibn Abdul Muttalib bo'lib, bu zot jaholiyat davrida hojilarni suv bilan ta'minlash ishlarini boshqardi. Bu vazifa islom davridami uningga topshirildi. Ikkinchi, Bani Umayyadan Abu Sufyan ibn Harb bo'lib, Qurayshning Uqab deb ataladigan tog'i uning qo'lida edi. Qurayshlar muhim bir ishqa birini bash qilib saylamoqchi bo'lsa, fikr birligiga kelolmasa, hammasi uni saylab qo'yadi. Uchinchi, Bani Nawfaldan Haris ibn Amir. U Rifada deb ataladigan bir ijtimoiy xizmatning muddasidan chiqadi. Bu Quraysh raislarining qisilchilikda qilib parishon bo'lgan hojilar uchun bergan ma'lum miqdordagi yordamini to'plab, berilish kerak bo'lgan kishilarga tarqatib beradigan xizmat edi. To'rtinchi, Bani Abduddardan Osman ibn Talha. U Ka'bani qo'g'dash va bexatarligini saqlash xizmatlarini qiladi. Beshinchi, Bani Asaddan Yazid ibn Zamra ibn al-Aswad. U Qurayshning maslahatchisi bo'lib, Qurayshlar uning maslahatini olmay turib, hech qanday bir ishga qaror bermaydi. U bir ishga tasdiq solgandan keyin uni ijro qiladi yoki ikkilanib qolsa, uningga yordam qilishadi. 6. Bani Tayyimdan Abu Bakr. U iqtisodiy jazolarni Qurayshning nomida o'tkazib oladi. Bir ishni ijro qilishdan burun Qurayshlardan dalil talab qilingan vaqtda uning gapi bakmi kuchli hisoblanadi. Va uning bilan birga bu vazifani o'rinlamoqchi bo'lgan kishiga huquq beriladi. Ammo uning sirtida bir kishi bu huquqdan foydalanishga urinadigan bo'lsa, uni razil ahvolga tushirib qo'yadi. 7. Bani Maxsum aymoqidan Xolid ibn Valid bo'lib, Chidir va qo'mondonlik uning qo'lida edi. Chidir lozim bo'lganda bir yerga quriladi va Quraysh cho'nglari kelib, qo'shinning tashkillanishi haqida maslahatlashadi. Qo'mondonlik Xolid ibn Validning asosli vazifasi bo'lib, urushlarda otliq qo'shinning yurish qilishiga va qo'mondonlik ishlariga mas'ul bo'ladi. 8. Bani Adiydan Umar ibn Xattob. U jaholiyat davrida Qurayshlarning vakili bo'lib, hozirgi davlat elchisi yoki tashqi ishlar ministriga o'xshash vazifalarga mas'ul edi. 9. Bani Jimih aymoqidan Saffon ibn Umayya. U pal o'qlarining omonatchisi edi. 10. Bani Sahimdan Haris ibn Qays. U butlarga ato qilingan mollarga va hukumatning har xil ishlariga mas'ul edi. Uningdan boshqa Hazrati Abu Bakr Qurayshning nasabshunosi edi. Tarixchi Ibn Hisham payg'ambar alayhisalomning tarjimaholi nomli kitobida mundaq deydi. Abu Bakr Qurayshning nasabini eng yaxshi biladi. Bu nasabdagi yaxshilik yoki boshqa nima bo'lsa, hammadan xabardor edi. Yomonliklarni ko'rmasga soladigan, xushfe'l, axloqliq va boshqalarga xayrixohlik qiladigan biri edi. Quraysh cho'nglari uni yo'qlab, uning teran bilimlari, savdo-sotiq tajribasi va og'indorchilik sababidan har xil temalar haqida uningdan maslahat so'raydi. Hazrati Abu Bakr tijoratchi bo'lg'achqa ko'plagan mamlakatlarga berib aylanadi. U mushu maqsadda Abu Talibning karvoniga qo'shilib, Shamni ziyorat qildi. Xeyli ko'p miqdorda mablag'i bor edi, ham nihoyat saxiy edi. Har doim o'z milidan sarf qilib,
urug' tuqqanlarga yaxshilik qiladi. Şoňa Qurayşlar uni bakmi suyatdi va har ishini uning maslahati bo'yicha qiladi. Hazrat Abu Bakr jaholiyat davrida o'ziga ichimlikni chekdigan edi. Şoňa mayli jaholiyat yoki islomiyatda bo'lsin, ichimlikni faqatli ichmagan edi. Jaholiyat davrida Hazrat Abu Bakr bir mastga yo'liqib qoldi. U mast qo'lini odamning cho'ng tartiga tiqib, ondan eg'iziga yaqin aparatdi va purqidan saskinib qo'lini tortib oldi. Hazrat Abu Bakr bu yirginishlik manzarani ko'rib, o'zi hech tetib boqmagan ichimlikni hayoti bo'yicha eg'iziga olmaslik haqida o'ziga qasam ichdi. Abu Nazim ishonchli bir rivoyat orqali Hazrat Oyshadan shundoq naql qiladi. Dadam, ya'ni Abu Bakr jaholiyat davridami ichimlikni o'ziga harom deb hisoblaydi. İmam Suyutining Xalifalar tarixi nomli asaridan elindi. Ibn Amir yana bir ishonchli rivoyat orqali Oyshaning mundoq deganligini qayd qiladi. Allohga qasam qilamanki, dadam Abu Bakr mayli jaholiyat davri yoki islom davri bo'lsin, qat'iy she'r o'qimaydi. Osman bilan ikkisi jaholiyat davrida ichimlikka yaqinlashmaydi. Hazrat Abu Bakrdan faqat 3 beytla she'r rivoyat qilingan bo'lib, uning biri mundoq edi. Ey Talha ibn Abdullah, sana xush xabar, sana xo'shallik. Muborak jannatlar bir sana loyiq. Hazrat Abu Bakr hayoti bo'yicha butqimi cho'qinmagan edi. U payg'ambar alayhisalomning sahobalarining orasida turib, mundoq degan edi. Men bu hayotimda butqa cho'qinib boqmadim. Yigitlik vaqtlarimda bir kuni dadam meni butlar bilan to'shib ketgan bir butxonaga boshlab bordi va menga, "O'g'lim, mana bular sening ulug' ilohlaring", dedi. Va meni u yerga qo'yib, o'zi ketib qoldi. Men bir butning yeniga kelib, "Mening qo'rsqim och, menga yigidek bir narsa ber", dedim. Ammo but javob bermadi. Men yana, "Men yalang'och, menga kiyingidek bir narsa ber", dedim. But yana javob bermadi. Shuning bilan men ochchig'imda bir parcha toshni elib, butga qaratib otdim. But yerga dum tushdi. Hazrat Abu Bakr maxfiy, oshkora ishlarning hammasida payg'ambar alayhisalom bilan birga edi. Vahiy tushishdan burunmi uningga bak samimiy muomala qiladi. Payg'ambar alayhisalomning tog'isi Abu Talib bilan birlikda borgan va mashhur pop Buhayra bilan uchrashgan Sham ziyoratidami uning bilan birga edi. Payg'ambar alayhisalom vahiy tushgan dastlabki chaqlarda odam yo'q yerlarga berib olganida quliqiga "Ey Muhammad" deb chaqirgan ovoz anglanadi. Buni bir sir sifatida faqat Hazrat Abu Bakrga aytdi. Chunki jaholiyat davrida Hazrat Abu Bakr payg'ambar alayhisalomning yaqin do'sti va birdan-bir sirdoshi edi. Hazrat Abu Bakr islom davrida ko'p shuhrat qozongan bo'lsa-mu, uning jaholiyat davridagi hayoti haqida bak aniq va tafsiliy ma'lumot yo'q. U davr haqidagi ma'lumotlar faqat uning tijorat bilan naflashadiganligi, nasabshunos ekanligi va Qurayshlarning eng suyumli kisi ekanligi, payg'ambar alayhisalom bilan u davrdagi do'st ekanligidan iborat bo'lib, mana bu jihatlardan u jaholiyat davrida tonilgan boshqa kishilar bilan o'xshash edi. Ammo uning xili burunla islomga kirishi, ya'ni uning burundilla islomga moyil bo'lishi uni boshqalardan alohida farqlantirib turdi. U payg'ambar alayhisalomdan keyin qolsa eng mo'tabar kishi edi. Islom dini o'ziga ko'ngil bergan har kishini ulug'laydi albatta. Ammo uni texmi burun qabul qilishi, uningga samimiy muomala qilishi, qo'yilgan chek-chegaralarga hurmat bildirish va uning uchun fidokorlik ko'rsatishdek aloyidliklarga va bu jihatdagi farqlarga asosan islom dini o'z mansublarining birini yana biridan ustun tutadi. Mana bu aloyidliklarning hammasi Hazrat Abu Bakrga mujassamlangan edi. Payg'ambar alayhisalom tunji vahiy tushgandan keyin darhol Hazrat Xadijaning yoniga kelib, uningga "Men yolg'iz qolgan vaqtimda quliqimga bir nido anglandi. Alloh bilan qasam qilamanki, bakmo qo'rqib ketdim", dedi. Hazrat Xadija uningga "Alloh taolo seni hargiz rasvo qilmaydi. Chunki sen omonatga xiyonat qilmaysan, xish aqrabolarga ko'ngil bilasan, yolg'on so'zlamaysan" deb tasalli berdi. Hazrat Abu Bakr payg'ambar alayhisalomni yo'qlab kelganida u uyda yo'q edi. Hazrat Xadija Abu Bakrga "Ey Atiq, Muhammadni Varaqaning qishiga olib boqqan bo'lsang" deb o'tindi. Hazrat Abu Bakrning badan qurilishiga kelsak, Hazrat Oysha mundoq deydi: "O'ngi oq, uruq va soqoli shalong edi.
Aldığa sal egilib turardi. Yüz tomirlari ochiq ko'rinardi. Peshonasi keng, qo'llari tuksiz edi. Hazrati Abu Bakrning islom davridagi hayoti. Hazrati Abu Bakr payg'ambar alayhisalomning eng samimiy do'sti edi. Shunga vahiy tushishi bilanla uningga ishondi. Hazrati Abu Bakrning islomni darhol qabul qilishi uning payg'ambar alayhisalomni jaholiyat davridala har jihatdan, ya'ni hayoti sezgirashtisi va axloqiy qatorliq jihatlardan nihoyat pishiq to'niganligi va uningga bu vazifaning uddasidan chiqa oladigan salohiyat va layoqatning borligiga chin ko'nglidan ishonganligi uchun edi. Uningdan boshqa Hazrati Ibrohimning dini bo'lgan Hanif e'tiqodidagi kishilarning samoviy kitoblardan naql keltirib, yaqinda bir payg'ambarning dunyoga kelganligi haqida qilgan so'zlarimi uning musulmon bo'lishiga ma'lum darajada ta'sir ko'rsatgan edi. Ibn Asakir bir rivoyatda Isa ibn Yaziddan Hazrati Abu Bakrning mundoq deganligini naql keltirdi. Bir kuni Ka'baning o'ylisida o'ltirdim. Zayd ibn Amir ibn Nufaylmi u yerda edi. Bir chaqda Umayya ibn Abis Salut keldi va uningdan "Qandaq ahvoling, ey yaxshilik izdigichi?" deb ahvol so'radi. U "Yaxshi" deb javob berdi. Orqadilla "Biror xabar angladingmi?" deb so'radi. U "Yo'q" dedi. Umayya "Barliq dillar inovatsiz qiyomatda. Allohning dini mustasnodir albatta" deb g'ingshigandan keyin "Shu kelmoqchi bo'lgan payg'ambar borgu, u cho'qim sizlarning yoki bizning aramizdan chiqadi" dedi. Men bundan burun kelmoqchi bo'lgan yoki biz kelishi kutilayotgan bu payg'ambar to'g'riliq mundaq so'zni anglab baxmagan edi. Men u yerdan chiqib Udul Varaqa ibn Nawfalning qishig'iga bordim. Bu kishi osmonga uzundan uzun qaraydi va har doim o'ziga bir narsalarni pichirlab turardi. Men uningga o'zim olgan gaplarni deb berdim. U menga "Shundoq o'g'lim, biz kitob va ilm ahli kishilarmiz. Kelmoqchi bo'lgan bu payg'ambar to'g'risida aytganda arablarning esil nasablik oilalaridan chiqadiganday qiladi. Mening nasablar haqida ma'lumotim bor. Sening oilangmi nasablik oildir" deb javob berdi. Men uningdan "Tog'a, payg'ambar bizga nimalarni bildirmoqchi?" deb so'radim. U menga o'ziga nima bildirilsa, uni bildirdi. Ammo payg'ambar zulm qilmaydi. Uningga zulm qilishqimi bo'lmaydi. Uni zulm qilguvchilar qatoridan ko'rmaysan, dedi. Bu so'zlar menga ta'sir qilgan edi. Shunga men payg'ambar alayhisalomga vahiy kelishi bilanla uningga ishondim. Uni tasdiqladim va musulmon bo'ldim. Hazrati Abu Bakr yana mundoq deydi. Payg'ambar alayhisalomga texi vahiy tushmagan edi. Bir kuni Yamanga qarab yo'lga chiqdim. Azid qabilasidagi yashangan bir kishining uyida mehmon bo'ldim. U odam bakmu bilimlik bo'lib, ko'p kitob o'qig'achqa bilim doirasi bakmu keng edi. U kishi meni ko'ribla "Sen haramlikmi, ya'ni makkilikmi?" deb so'radi. "Shundoq" dedim. U "Qurayshlikmi sen?" deb so'radi. "Ha" deb javob berdim. Ondan "Bani Tayyimdinmi sen?" deb so'radi. Men "Shundoq. Men Bani Murra, Bani Tayyim, Bani Osmondan Abdullaman" deb javob berdi. U mening yaqinda avatildigan payg'ambar bilan do'st bo'lganligim haqida xush bishorat berdi. Rabi'a ibn Ka'b Hazrati Abu Bakrning musulmon bo'lishini osmondan tushgan bir vahiyga o'xshatadi. Chunki bir qatim Shamda tijorat qilayotganida bir tush ko'rib, bu tushini Buhayra ismli bir popga deb bergan edi. Ularning orasida mundoq dialog bo'lib o'tgan. Pop: "Sen qayerlik?" "Men Makkilik." "Nima ish bilan shug'ullanasan?" "Tijorat qilaman." Pop: "Agar Alloh taolo tushingni reallikka aylantirib qolsa, sen xalqingning orasidan chiqadigan bir payg'ambarning hayot vaqtidagi vaziri va o'limidan keyingi xalifasi bo'lasan" deb uningga xush bishorat bergan edi. U bu ishni sir sifatida saqlagan edi. Rasulullohga vahiy tushgan vaqtlarda Hazrati Abu Bakr uning eng yaqin do'sti edi. Shunga Qurayshlar darhol uning qishig'iga kelib, "Ey Abu Bakr, qarg'ana, do'sting nimalarini da'vatidi?" deyishdi. Abu Bakr "Nima bo'ldi?" deb so'ravdi. Ular Ka'bada o'ltirib olib, xalqni bir Allohga ibodat qilishga chaqiryotdi va o'zining payg'ambar ekanligini aytayotdi, deyishdi. Hazrati Abu Bakr ulardan "Bu rostmi?" deb so'radi. Atrofidagilar "Ha, shundoq" deyishdi.
Abu Bakr darhol payg'ambar alayhisalomning yoniga berib, eshigini qoqdi va uni sirtqa chaqirdi. Payg'ambar alayhisalom sirtqa chiqqandan keyin uningga: "Ey Qosimning dadasi, sening haqqingdagi shu so'z cho'chaklarning asli mohiyati nima? Menga bu haqda bir tushuncha bersang", deb so'radi. Payg'ambar alayhisalom: "Ey Abu Bakr, mening haqqimda nima anglading?" dedi. Hazrati Abu Bakr: "Xalqni bir Allohga ibodat qilishga da'vat qilganligingni va o'zingni Allohning payg'ambari deganligingni angladim", dedi. Payg'ambar alayhisalom uningga mundoq javob berdi: "Ey Abu Bakr, Rabbim meni to'g'ri yo'lda bo'lganlarga xush bishorat berishga va xato yo'lda bo'lganlarni ogohlantirishga avatdi. Men İbrahim payg'ambarning da'vatiga o'xshash da'vat bilan barliq insonlarga elchi qilib avatildim." Bu so'zlarni diqqat bilan anglab turgan Abu Bakr payg'ambar alayhisalomga mundoq dedi: "Allohning nomi bilan qasam qilamanki, sening yolg'on gap qilganligingni faqat bilmayman. Sen omonatga bo'lgan sodiqliging, yaqinlaringga ko'p ko'ngil bo'lishing va qizg'in muomalang bilan payg'ambar bo'lishga haqiqatan loyiqsan. Qo'lingni bergin, sana bay'at qilaman. Sana ishonaman, iymon aytaman." Uning payg'ambar alayhisalomga mundoq deganligimi rivoyat qilinadi. "Muhammad, sening aytgan so'zlaringning to'g'ri ekanligiga doir daliling bormi?" Payg'ambar alayhisalom: "Sening Shamda ko'rgan tushing", dedi. U payg'ambar alayhisalomni quchoqlab turib, peshonasiga so'ydi va shahodat aytamanki, Allohdan boshqa iloh yo'qdir. Sen hech shubhasiz uning elchisisan, dedi. Abu Naim va Ibn Asakirlar Ibn Abbosdan rivoyat qilgan bir hadisda payg'ambar alayhisalom mundoq degan edi: "Xalqni islomga da'vat qilsam, hech kim menga quloq solmadi va so'zlarimni rad qildi. Ammo Abu Quhafa, ya'ni Abu Bakr nima desam shuni qabul qildi va har ishni to'liq bajo keltirdi." Hazrati Abu Bakr musulmon bo'lgandan boshlab toki payg'ambar alayhisalom vafot bo'lguncha har doim uning bilan birga bo'ldi. Payg'ambar alayhisalom uningga haj va askariy yurishlarni topshirgandan boshqa vaqtlarda, mayli tinchlik vaqtlar bo'lsin yoki safarlarda bo'lsin, hech qachon payg'ambar alayhisalomdan ayrilib qolmadi. Janglarda, muhim voqealarda har vaqt uning yonida edi. Uning bilan birga hijrat qildi. Uning bilan birga bo'lish va haq da'vosi yo'lida uning bilan mo'rini tirab kurash qilish uchun o'z oilasini yolg'iz tashlab qo'ydi. G'ordagi nihoyat xatarlik paytlarda yana uning yonida edi. Alloh taolo u ikkisining ahvolini mundoq deb tasvirlaydi: ayni zamonda u ikkisi g'orda edi. Rasululloh hamrohiga: "G'am qilmag'in, Alloh haqiqatan biz bilan birga", dedi. Sura Tavba 40-oyatning bir qismi. Hazrati Abu Bakr payg'ambar alayhisalomga ko'p qitim yar yo'lak bo'lgan va qiyin kunlarda uningga ajoyib sadoqatmandlik ko'rsatgan edi. Bo'libmi, hamma odam o'z halakchiligi bilan bo'lib ketgan Uhud va Hunayn janglarida qahramonlarcha elishib, payg'ambar alayhisalomning yonidan bir qadammi ayrilmagan edi. Hazrati Abu Bakr insonlarning eng mard, eng jasurlaridan biri edi. Qattiq janglarda o'z o'rnidan hargiz ayrilmay, bor kuchi bilan payg'ambar alayhisalomni qo'g'dashga tirishadi. Shunga u Hazrati Hamza, Hazrati Ali, Zubayr ibn Avvam va Abu Dujanlardek dushman safiga bosib kirishga fursat topolmagan edi. Va janglarda dushmanga hujum qilish jihatda nomi ularnikidek ko'p yeyilmagan edi. Chunki urush qahramonlari o'zlari o'ltirgan va asirga olgan dushman sonining oz ko'pligiga qarab dong chiqardi. Hazrati Abu Bakrning janglardagi ahvoli boshqa islom qahramonlarininkidan farqli edi. Chunki u har doim payg'ambar alayhisalomning yonida turib, uni qahramonlarcha qo'g'daydi. Uningga yuzlangan hujumlarga o'z badanini qalqon qilib turib, qarshilik ko'rsatdi. Hazrati Abu Bakr bakmu fazilatlik va haddidan ziyoda mard edi. Mol boyligining hammasini degidek Alloh va uning payg'ambarining yo'liga qilcha ikkilanmay sarf qilib yetadi. Shunga u haqida buni oyat tushgan edi: Poklanish uchun mol-mulkini yaxshilik yo'llariga sarf qiladigan odam uningdan, ya'ni o'tdan yiroq qilinadi. Ahmad ibn Hanbalning Abu Hurayradan rivoyat qilgan bir hadisida payg'ambar alayhisalom bir kuni mundoq degan edi: "Hech bir mol menga Abu Bakr beg'ishlagan moldek yarimidi.
Bu so'zni olgan Abu Bakr ko'zlari yoshang'irgan holda: "Ey Rasululloh, melim va jinimni pido qilg'ili sendan yaxshiroq biri bormidi?" dedi. Hazrati Abu Bakr musulmon bo'lgan vaqtda 40 ming dinari bor bo'lib, u bu boyliqning hammasini payg'ambar alayhisalomga topshirilgan islom da'vati uchun atib hijrat qilgan kuni uning qo'lida 5000 dinardan boshqa hech nimasi qolmagan edi. Abu Davud va Tirmiziy qatorliqlar rivoyat qilgan bir hadisda Hazrati Umar mundoq deydi: "Bir kuni payg'ambar alayhisalom bizni mol sadiqa qilishga buyurdi. Dal shu chaqlarda qo'limda nihoyat ko'p boylik bor edi. Men o'zimga agar fazilatda Hazrati Abu Bakrdan eshib tushadigan bir kunim bor bo'lsa, bugun shu kunning dal o'zidir" dedim va melimning yerimini atmoqchi bo'ldim. Payg'ambar alayhisalom menga: "Oilangga biror narsa elib qo'ydingmi?" deb so'radi. Men melimning yerimini elib qo'ydim dedim. Ondan Hazrati Abu Bakr kelib, melining hammasini atib etdi. Payg'ambar alayhisalom uningdan: "Ey Abu Bakr, oilangga nima qo'yib qo'yding?" deb so'radi. Abu Bakr: "Ularga Allohni va Allohning rasulini qo'yib qo'ydim" deb javob berdi. Shu chaqda men o'zimga Abu Bakrdan eshib ketolmagidekman dedim. Tirmiziyning Abu Hurayradan rivoyat qilgan bir hadisida payg'ambar alayhisalom undaq degan edi: "Kimki bizga biror yaxshilik qilgan bo'lsa, uningga loyiqida yaxshilik qilyapmiz. Ammo Abu Bakrga undaq qila olmadik. U shundoq yaxshiliklarni qildiki, uning ajrini faqat Alloh taolo qiyomat kuni ihson qiladi. Uning ustiga hech kimning meli Abu Bakrning melidek foydali bo'lib boqmadi." Islom davlatining dastlabki mazgillarida Hazrati Osmon, Zubayr ibn Avvam, Abdurrahman ibn Avf, Sa'd ibn Abu Waqqas va Talha ibn Ubaydullah qatorliq mashhur sahobalar Hazrati Abu Bakrning vasilasi bilan musulmon bo'lgan edi. Bular eng dastlabki musulmonlar bo'lib, ulardan keyin Osmon ibn Mas'un, Abu Ubayda ibn Jarroh, Arqam ibn Abul Arqam, Abu Salama Abdullah ibn Abdul Asad qatorliq sahobalar musulmon bo'ldi. Hazrati Abu Bakr hovlisida o'zi uchun kichik bir masjid yasab olgan edi. U yerda namoz o'qiydi, Qur'on tilovat qiladi. Atrofidagi qo'shnilar beshiga to'plashib olib, uning namoz o'qishini tomosha qilib, Qur'on ovozini tingshaydi. U asnoda to'kkan ko'z yoshlarini ko'radi. Uning bu holi bir muncha